4-5 yil davomida meni kuzatib, oxirida bizga shogird bo'lib kelgan. U paytdagi chek $600 edi, hozir fix. Men majbur bo'lganman onlayn produkt qidirishga. Rossiyada bu 5x qimmat. SMMda yuribman, yaxshi pulim bor. O'sha chek atrofida yana 2-3 ta loyiham bor. Oyiga 1,5 ming pluscha bor. Lekin menga qanaqadir yangilik kerak bo'lgan. O'zi bir xillik zeriktirgan. Faqat SMMchi yoki SMM menejeri bo'lib qolish xohlamagan. Keyingi darajaga chiqdi. Da, o'zi level up qidirganman. 3 oy zo'r yashaysiz. 3 oydan keyin har qanday normal erkak moliyaviy tupikka uriladi. По-любому uriladi, xohlaysiz, xohlamaysiz. O'sha narsa menda bo'lmadi. O'zim ham sizdan motivatsiya olsam bo'ladi. Mana odamlar hozir ya'ni 10 mingta, 100 mingta obunachi bo'lib ham sotishmayapti-da. Siz 200 ta obunachi bilan sotib yurardingiz. Sizni produktingizni olgandan keyin sizni atrofingizdagi kuchli ekspertlar bilan menda tekin networking paydo bo'lgan. Bu yerda ko'pchilikning to'yi bilan yuribsiz, ko'pchilik bunaqa narsa qilmaydi-da. Mana shuncha xarajat turibdi, mana ertaga oila quryapsiz, oila xarajatlari chiqadi. Yana bu yerda ta'limga ham siz pul tikyapsiz. Nima sizga sabab bo'lgan? Eng mazza qilganim o'sha umumiy jamoamizni yaxshi case deb ayta olaman, 100%. Chunki bizning kuchli tarafimiz shunda bo'lganki, bu produkt bozorda bo'lmagan. Qo'rquv bo'lgan, yashirmayman. O'xshaydimi, yo'qmi? Men tavakkal qilganman. O'xshamasa fail, tan olaman. O'xshasa zo'r. Eng qizig'ini aytaymi, o'sha paytda bor-ku, u narsani biza qilmasligimizga ilojimiz yo'q, chunki boshqa bizdan kuchlilarga men taklif qilgan, ular qo'rqishgan, yo'q degan, men qila olmayman degan. Boshqa yo'l yo'q edi bizda qilish. 4-5 yil davomida meni kuzatib kelib oxirida bizga shu shogird bo'lib kelgan Kamoliddin aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchaysizmi? Kamoliddin aka ham o'zimizni Zemlak, Xorazmlik, men ham Xorazmlikman. Xorazmguch. Siz jallomisiz? Xo'p, Kamoliddin aka, keling, mana siz bilan o'sha muvaffaqiyat tarixingiz haqida gaplashaylik. Mana o'zi o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz, o'tamiz. Xo'p, men ham shu bilan Zemlaklarman, fikrlarga qo'shilaman. Kamoliddin ismim, 29 yoshdaman. Sizni 2021-yildan beri kuzataman. U paytda men o'sha Rossiyada student bo'lib o'qirdim. U paytda birinchi prosta kuzatganman, tipi motivator deb o'ylaganman. Keyin qarasam, to есть prodyuser. O'sha marketingga aloqasi bor. Men adashmasam 2021-yil endi Instagram boshlagan paytlarimi? O'sha payt ko'rgansiz demak. Siz yurishni boshlaganingizda, men ham kuzatishni boshlagan. 1 yil o'tgandan keyin men to есть Space'ni onlayn produktini olganman. Chunki u paytda onlayn produktlar hali zo'r bo'lib ketgan. To'xtang, mana o'sha payt Rossiyada nima qilardingiz? Student edim. Student edingiz? Pizza tashirdim, stolovoyda ishlardim. Oddiy ishlab yurardingiz. Oddiy ishda prosta kuzatib yurardim. Keyin sizni onlayningiz bo'lmagan, to есть hech kimda bo'lmagan, faqat sizda emas. Men majbur bo'lganman onlayn produkt qidirishga. Bu sohada yaxshi pul topishligini tushunganman. Demak, digital marketingga qiziqdingizda, endi kurs qidiryapsiz. Kurs qidiryapman. Rossiyada bular bir 5x qimmat. Meni oyligim 3 oy yig'sam ham yetmaydi. O'zbekistonda bor. Birinchi Space olganman. Uni ham o'rtog'im olgan. Space'da nima bo'yicha? SMM bo'yicha? SMM bo'yicha birinchi. O'rtog'im olgan, uni ham 28 ming rublga olgan. Qancha bo'lgan bizning pullar? O'sha paytga $400 yaqin. Keyin uni olgandan keyin uni o'qimagan. Men o'qiganman. Tekinga. Da. Olib, uni o'qib, 1 oydan keyin o'zim ishlab yurgan pitseriyani yuritib, undan pul olishni boshlaganda u bilib qolgan. Keyin kurs pulini to'lab berasan degan. To'lab berganman. U yoqda yuritib yurganman. Keyin shu 24-yil shu dadam kasal bo'lib qolganda qaytib kelganman. Keyin yana Toshkentda Space'da 0 dan yana offline o'qiganman. Buni chunki produktlar обновление bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'qigandan keyin o'zi menda shunaqa odat borki, qanaqa produkt olsam, kursni oxirida yoki kurs o'sha davomida bitta chek sotishim kerak. Shunaqa target bor. Vazifa shu. Ya'ni kurs bilan oqlashingiz kerak bo'ladi. Oqlashim kerak. Bo'lmasa bu kurs men uchun manfaatli emas. Demak, mana keldingiz bu yoqqa O'zbekistonga yana keyin o'qidingiz, to'g'rimi? Yana SMM bo'yicha o'qiyapsiz. Keyin nima bo'ldi? Avgust oyida boshlangan. 24-avgustda o'sha proyekt olganman. 1-avgustda o'qish boshladim. Sraz yana o'zingiz proyekt olib ish boshladingiz. Sraz ish boshladim. U proyekt bilan hozirgacha ishlayman. Yo'q. Уже 2 yildan o'tib ketdi LTV'si. Chunki oldin u inson ham men bilan birga rivojlanganda biznes egasi. Ungacha professional marketing bo'lmagan. Men ham o'z bilimlarimni tajriba qilganman, zo'r rezultat bergan. Hozirgacha uni уже performansga o'tirganmiz. U paytdagi chekim yashirmayman, $600 edi, hozir fix. Kamida. Zo'r. Mana qarang, deylik siz meni kuzatib yuribsiz, 4-5 yil bo'ldi-da, keyin menga kelib qolishingiz qanaqa bo'ldi? Sizga kelib qolishim, men mana SMMda yuribman, yaxshi pulim bor. O'sha chek atrofida yana 2-3 ta loyiham bor, dedim, oyiga 1,5 ming pluscha bor. Lekin menga qanaqadir yangilik kerak bo'lgan. To есть bir xillik zeriktirgan.
Faqat SMMchi yoki SMM menejeri bo'lib qolish xohlamagan. Keyingi darajaga chiqdi. Уже level up qidirganman, qarasam, to есть menga shaxsiy brend to'g'ri keladi, sohamga yaqinroq. Endi buni o'rgatadigan odam kerak. Chunki men onlayn o'rgatadigan bor edi o'sha paytda siz produkt qilganingizda. Lekin men qidirganman, что men offlayn bo'lish kerak, men birga bir o'rgansam yaxshiroq o'rganaman. Kimdir menga чтобы aytib turish kerak, men buni qilib, buni qilib. Ketma-ketlikda aytish kerak bo'lgan. Keyin shu payt qidirganimda o'sha loyalnost baribir chaqirgan, чтобы 3 yildan beri shu insonni kuzataman. Bu paytda boshqalar ham bor edi, lekin baribir o'sha loyalnost tortib kelib qolgan. Men sizga o'sha payt esimda Zoomda gaplashganmiz. Menda birinchi taassurot qanaqa bo'lgan? Ya'ni o'zi ham aytganman-ku, juda ham jiddiysiz, juda ham derskiysiz. Menga savollar bergansiz, derski savollar bergansiz o'sha paytda ham. Men o'ylamaganman, menimcha bu shunchaki qanaqadir prost takka mana qilish uchun deganman, lekin sразу kelib turib qo'shilgansiz. Men shunaqa hayotda o'zi konkretroq odamman, chunki vaqtni qadrlayman. Hammani vaqtini, sizni o'zimni hozir ishonmasam, unda nimadandir qolib ketaman-da, to есть produktdan, vaqtdan, ishdan rivojlanish bo'lmaydi. Keyin yana bir 6 oy yo'qotib, keyin 1 yildan keyin produkt bo'lsa, уже meni yoshimga kech. Chunki men bilan o'rganadigan bola hammasi 20 yosh atrofida. Qani o'sha paytda men sizda bitta narsaga juda ham men qoyil qolganman, haligacha qoyil qolaman-da mana. Kamoliddin aka esimda-da, o'sha paytlar menga aytayotdilar, ya'ni Zoomda gaplashyapmiz. Aytayotdilarki, o'zi to'y harakatlari bilan yurgan ekanlar. 1-2 kundan keyin to'ylari. Aytayotdilar, hozir bo'ldi, men qo'shilaman gruppaga. Faqat puliga azgina kutib tura olasizmi, hozir to'y xarajatlari bilan yuribman, lekin aniq topib olib kelib beraman sizga deyaptilar-da. Qo'yib qo'yganman lekin o'shanda. 3 kundan keyin boshlanish to'lab qilingan. Qoyilligin gap bo'lmaganman. Nimaga sizdan o'sha payt qarang, bu yerda ko'pchilik to'y bilan yuribsiz. Ko'pchilik bunaqa narsa qilmaydi-da. Mana shuncha xarajat turibdi, men ertaga oila quryapsiz, oila xarajatlari chiqadi. Yana bu yerda ta'limga ham siz pul tikyapsiz. Nima sizga sabab bo'lgan? Sabab shuki, mana chunki meni uylanadigan insonim aniq edi. Nima deydi? Uydagilar topib bo'lmagan, men u insonga ishonganman, чтобы dal yashab ketishimga. Bu birinchi sabab. Endi bu birinchi nasiba-yu. Ishonchim shunda bo'lganki, deylik to'y ham zo'r bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ko'pchilikka insight aytaman, uylangan inson sifatida. 3 oy zo'r yashaysiz. 3 oydan keyin polibom har qanday normal erkak moliyaviy nimaga tupikka uriladi. Polibom uriladi, xohlaysiz, xohlamaysiz. O'sha narsa menda bo'lmadi. Siz produktingizni olib komandada ishlaganimdan keyin bu narsa bo'lmadi. Nega? Buni men oldindan reja qilganman. Чтобы shuni qilsam, shu ilmni olsam, demak menda stabil yana o'sishlar davom etadi. Shunga ishonganman, yo'qman. Kamoliddin aka bitta xarakterlari menga juda anaqa bo'lgan. Birinchidan o'sha boshqa qaytamiz, mana deylik siz bilan boshladik shogirdlikda anaqada shug'ullanishni. Qachon borsam birinchi siz o'tirgan bo'lardingiz. Birinchi bular kelardilar. Meni tinch qo'ymasdilar. Men proyekt olishim kerak, menga didlar bering, tanishlarga bering menga deb. Ya'ni proyekt olmaguncha qo'ymadilar xullas. Oxiri baribir oldim. Olmaguncha qo'ymadilar-da. Даже shuna oxirida men даже bizning komandamizga ham kirdilar-da. Qo'ymadilar. Ya'ni shunaqangi bitta naqa bor-ku, mana shunaqangi zo'r taklif beringki, odamlar yo'q deya olmasin. Shunaqa narsaga siz qattiq harakat qildingiz, oxirigacha qo'ymadingiz. Mana deylik shug'ullandik 2 oy, o'zingizni ko'rsatdingiz. Menga juda ham yoqdi anaqa, ayniqsa deadline'ga qattiq qarashingiz, disiplin juda ham kuchlisizda. Bu narsani keyin ishlaganimizda ham ancha biz bildik. Klientlar ham aytishdi anchasi. Kuchli bo'ldi bu narsa, gap yo'q bu tomoningizga. Xo'p, mana keyin shogirdlik tugadi, bizning komandamizga qo'shildingiz sразу, sizga proyektlar berildi, proyektlarni bajardingiz, ko'p shug'ullandingiz. Mana shu orada nima sizga yengilliklar bo'ldi, nimalar qanaqa bo'ldi? O'z insightlaringiz. Xo'p, birinchi insightim katta ekspertlar bilan qanaqa ishlash kerakligi bo'yicha qo'rquv bo'lgan. Ular xohlaydimi, o'zi gaplashadimi, to есть prodyuserlar bilan balki shogird sifatida o'ylamaydi deb o'ylamaganman. To есть gaplashmaydi deb o'ylaganman, ochiqcha aytaman. Unaqa bo'lmagan, naborot bo'lib ketib qolgan. O'zi har doim uspeshniy bo'lishligimning sababi o'sha disiplina va deadline deb o'ylayman, bilmadim. Balki strategiya tarafdan haligacha ishlaydigan joylarim bo'lishi mumkin, tan olaman. Lekin meni har doim uspeshniy tarafim o'sha deadline va disiplina. Qachon ishimni zo'r va vaqtida qilsam, o'sha loyihalar har doim natijaga chiqadi. Buni hammaga tavsiya beraman. Zo'r kuchli mutaxassis bo'ling. Ishingizni vaqtida qilmasangiz, siz baribir natijaga chiqa olmaysiz. 80% da chiqmaysiz. 20% bo'lishligi mumkin, qanchadir omadli inson bo'lsangiz bo'lishi mumkin. Atak bo'lmaydi. Birinchisi o'sha ekspertlar qanaqa meni qabul qiladi, yaxshi bo'lgan. Ikkinchisi
katta chek, ya'ni proyekt olayotganingizda переговорda qanaqa gaplashish. Buni sizdan kursdagi spikerlar zo'r o'rgatgan. Hozirgacha ular bilan ko'rib turaman. Srazi qo'lladim, srazi qo'lladim, srazi ishladi. Joyida 2 kundan keyin qo'llaganman. O'sha paytda chek olganimni aytganman sizlarga. Srazi 3 oyga dogovor qilingan. Shu summasini ham aytdim. Mana men sizdan men o'zim ham sizdan motivatsiya olsam bo'ladi. Mana har doim shu narsani xohlayman. Ya'ni shogirdlar shunaqangi bo'lsinki, даже ularning tepasidagi ustozlari ham undan nimadir o'rganadigan darajaga chiqsin. Kamoliddin aka bitta zo'r narsa bor. Hammaga tavsiya qilaman. Mana o'zi Instagramingizda bir nechta 100-200 ta obunachi bor. 300 tacha bo'ldi. Yetmaydi ham. Oldin lekin 100-200 ta payti ham storieslarida konsultatsiyalar sotib harakat qilib yurardingiz bor-ku. Odamlar hozir ya'ni 10 mingta, 100 mingta obunachi bo'lib ham sotishmayapti-da. Siz 200 ta obunachi bilan sotib yurardingiz. Shu men oldin tekinga o'sha insightlarni beraman. Keyin o'zi qanaqadir auditoriya yig'ilsa, uni monetizatsiyaga ulab borsa bo'ladi. Hozir ya'ni mana bir xil insonlar kuchli strateg bo'ladi. Ular faqat strategik kuchli, lekin amalda qilolmasligi mumkin. Bir xillar bo'ladi. Sizdagilar zo'r praktik bo'ladi. Praktikada zo'r bo'ladi, strategiyada uncha bo'lmaydi, praktika zo'r. Sizda mana shu narsa bor. Ya'ni praktika zo'r sizda. Amalda o'rganasiz, qilasiz. Srazi qilasiz. Zo'r gap yo'q. Keyin mana bizlarning komandada ishladingiz, mana har xil shaxsiy brend bo'yicha ham, orada zaps bo'yicha ham loyihamizni ham o'zingiz eng tepasida turdingiz, o'zingiz nazorat qildingiz. O'sha paytda qanaqa yengilliklar bo'ldi, nimalar bo'ldi o'zingizda? O'sha eng mazza qilganim o'sha zaps bo'lgan mendan Dilafruz opa bilan. Buni men umumiy jamoamizni yaxshi case deb ayta olaman, 100%. Chunki bizani mana kuchli tarafi qidiradi-ku hamma. Bizani kuchli tarafimiz shunda bo'lganki, bu produkt bozorda bo'lmagan. Bu produktni biz yangi produktni biz endi bizda ana siz bilan ikkalamizda ko'proq bo'lgan, qo'rquv bo'lgan, yashirmayman. O'xshaydimi yo'qmi degan. Men tavakkal qilganman. O'xshamasa fail, tan olaman. O'xshasa zo'r. Eng qizig'ini aytaymi, o'sha paytda bor-ku, u narsani biza qilmasligimizga ilojimiz yo'q, chunki boshqa bizdan kuchlilarga men taklif qilgan, ular qo'rqishgan, yo'q degan, men qila olmayman degan. Boshqa yo'l yo'q bizda qilish. Yaqinda men Dilafruz o'z bilan gaplashib, o'zlari ham aytdilar, men ishonmagandim, qo'rquvdim, lekin uddaladilar deb, bular ham juda xursand bo'ldilar. O'sha zaps case yaxshi bo'lgan. O'shanda mana hamma varonkalar qanaqa ishlaydi? Umuman content marketing nima bo'lishi kerak? Qanaqa auditoriya olib kelish kerak? Mana raqamlashtirilgan formatda haqiqiy, yana praktik bo'lgan. Mana shu bo'lgan eng zo'r кейsim. Buni hozirgacha boshqa klientlarga ko'rsataman. Ular даже kontaktini berganman. Ko'pchilik kontaktini berganimda уже ishonishni boshlaydi. Ya'ni masalan sizda nazariy o'rgangan bilan amalda ichida yurib ko'rib qilganni u boshqa darajada, to'g'rimi? Boshqa narsa. Zo'r produkt oling, uni amalda qilmasangiz baribir nima deydi? Sizga foyda olib kelish qiyinroq. Endi har kimda har xil. Baribir amalda qilsangiz tezroq natijaga chiqasiz. 3-4 ta kurs olib o'qiydiganlar bor. Baribir hech narsaga erishmaydi. Har kimning o'zida. Menda har yil shunaqa prinsip, har 6 oyda bir marta level up bo'ladi. Chotki. Sodam shunaqa. Zo'r. Shunda davom eting, juda ham zo'r bu narsa. Xo'p, mana qarang, boya aytdingizki, boshida men SM proyektim bor edi, adashmay 600 dollar deganmidingiz. Undan keyin mana hozir nima ishlar qilyapsiz, qanaqa qilyapsiz? Hozir qanaqa o'sish bo'ldi? Bu yerda oldin SMMni umuman yo'lga qo'yilmagan edi. Uni yo'lga qo'ydik. Где-то 6 oyda stabil ketdi. 6 oy o'sha sizni kursingizga borib qaytib chiqqandan keyin o'rtada bir pauza bo'ldi. 3 oyga o'zlari pauza olishgan. Keyin yana chaqirishgan. Menga nima kuchli bo'lgan? Men mana shaxsiy brend quradigan mutaxassisman. Endi bu chekka ishlamayman deganman. Rezultatlarni ko'rsatganman. 3 oyda nima bo'lgan? Ular buni ko'rishgandan keyin bo'ldi, check up qilishga rozi bo'lgan. O'sha chekda qolgan, hozir bu yerda komanda bor. Faqat o'sha strategik ishlar qilinadi, operatsiyonkani berib beramiz. Zo'r. Yana boshqa proyektlaringiz ham bormi hozir? Hozir umumiy jamoamiz bilan, kichkina jamoamiz bilan 3 ta performance bor. Performance olishdan maqsad jamoani ushlab turish. Ya'ni o'zi siz mana zaps jarayonida ham ko'rdingiz, sotuvlarni qanaqa qilishni ham o'rgandingiz, o'zingiz amaliy ko'zingiz bilan varonkalarda ishtirok etdingiz, ya'ni bu ham qo'lingizdan keladi. Hozir keladi. Performancelar jamoa uchun o'zim birga bir bitta advokat bilan ishlayman hozir. Yaxshi shaxsiy brendlar bo'yicha. Уже 1000 ta podpiska bo'lmagan, monetizatsiyaga chiqqan. Zo'r. Xolasizlar, pastga qo'yamiz. Qo'yib qo'yamiz screenshotlarni. Nima ular bilan ishlayapsiz, qanaqadir? Ular shaxsiy brend bo'yicha ularni cheklari bitta konsultatsiya sotishmi? Yo'q, ular xizmat sotadilar, advokatura bo'yicha. Ular nishalashgan, qanaqa nishalashgan? Korxona va bizneslarni bankrotstvadan olib chiqadilar. Shu darajada nishalashgan. 30 millioncha taxminan. Bankrotlik bilan ishlaydi, to'g'rimi?
ularda yaxshi keys qanaqa 11 milliard so'mlik bankrotlikni olib qolganlar. Buni biza bitta Reels bilan YouTube'ga varanka orqali olib o'tganmiz уже hozir 3 tamiz sotib bo'lgan. Zo'r, gap yo'q. 2 haftada. Mana Kamoliddin aka siz bilan orada ancha vaqt ishladik, birga ishladik. Keyin endi hozir o'zingiz mustaqil ravishda ishlayapsiz. O'sha payt ishlagan paytimiz yoki o'sha shogirdlik mentor sifatida birga anaqa qilgan paytlarimizda nima mendan insightlar oldingiz? Ya'ni bular boshqalarga ham balki foydali bo'lishi mumkin. Hop, sizdan olgan insight'im umumiy ana qanaqa rivojlanish kerakligini etaplari. Что menda ham shunaqa ketyapti, o'xshash. Почти o'xshaydi. Siz ham shu SMM mana IELTS zonadan ko'tarilgansiz, men ham qaytadandir ko'tarilgan. O'xshaydi. Men o'xshatishga harakat qilaman, to'g'ri. Ya'ni masalan sizda boshida qanaqadir qorong'ulik ko'ringan bo'lsa, keyin ko'rdingiz, sizda ham o'xshash ekan, ya'ni ancha sizda xotirjamlik bilan ketyapsiz. Men ana shu o'xshashlikda ketsam, shunga yaqinroq rezultat bo'ladi. O'xshab ketadi. Zo'r. Ikkinchisi, eng menda yo'q narsa topilgan. Men sabrsizroqman, sizda sabr kuchliroq. O'sha narsa bo'lgan. Umuman vaqt bo'yicha siz sabringiz kuchliga tan berganman, buni olganman. Hozir ancha sabrli bo'lib qolganman. Bu bizani ishda ko'proq kerak. Oldin unaqa emas edim. Hozir sabrliroq, чтобы rezultatga chiqishga bu ham yordam beradi. Kimda o'sha sabr bo'lmasa, sabr qilinglar, zo'r bo'ladi. Birdan bo'lmaydi lekin. Uchinchisi, sizni produktingizni olgandan keyin sizni atrofingizdagi kuchli ekspertlar bilan menda tekin networking paydo bo'lgan. Hozirgacha menga yozishadi. Ish bo'yicha, oddiy misol aytaman, Timur bor, Thompson. O'sha menga chiqqan. Siz shu insonni shogirdisiz, biz ko'chadan ekspert izlamaylik, mana shaxsiy brendimni qo'yib bering. Endi hozir переговор ketyapti. Misol uchun, u sizga ishonadi, чтобы siz yomon shogird chiqarmaysiz. Sizda ayniqsa mana shu tomoningiz ham ancha anaqa bo'ldi deb o'ylayman, chunki men o'zim ham chetdan sizni kuzatib yurganimda sizda networking haqiqatdan ham zo'r ko'tarildi. Juda ko'p insonlar bilan tanishdingiz. Zo'r bo'ldi haqiqatdan rostdan ham. Networking tomonidan. O'sha narsalar shu 3 ta eng zo'r jihat hozirgacha ishlaydi. Zo'r, juda ham zo'r. Mana shu yaqinda men xabaringiz bor, yangi loyiha boshlamoqman. Shu monetizing yangi loyiha. Bu loyiha, ya'ni shu umuman ikki xil turdagi insonlar uchun ham bu yerda o'zlarini sotadigan produkti bor, mutaxassislar yoki bizneslari bor tadbirkorlar uchun yoki ekran ortida, kadr ortida siz kabi ishlaydigan mutaxassislar uchun shaxsiy brend bo'yicha, ya'ni shaxsiy brend qurish, shaxsiy brend bo'yicha daromad oshirish bo'yicha loyiha. Yaqin orada shu loyiha ham xudo xolasa boshlanadi. O'shancha ham mana sekin-sekin oldingi shu shogirdlar bilan birgalikda maslahat, ya'ni suhbatlar qilib, ularning fikrlarini ommaga yetkazish edi maqsadi. Zo'r. Shunaqa xudo xolasa. Xudo xolasa produktni olinglar. Hozir вообще zo'r o'ringa chiqadi. Biz olganimizda o'sha davrdagi eng zo'ri bo'lgan. Endi bu davrda eng zo'ri bu bo'ladi. Xudo xola endi imkon qadar harakatdan o'zi mana bunaqada o'zi mana eng birinchi esimda birinchi chiqqan anaqa o'sha shogirdlik dasturimizda juda ham oddiy bo'lgan. Anaqada tayyorgarliklar boshqalar bo'lmagan. Sekin-sekin qadamma-qadam rivojlanib kelgan. Endi bunisi men hozirgi anaqam bo'yicha eng kuchlisi bo'ladi, xudo xolasa. Harakatdamiz shunga. Shunaqa. Sizni hozirgi muvaffaqiyatlaringizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. O'rgatgan bilimlaringizga rozi bo'ling. Rahmat, sizga ham bundan ham katta yutuqlarga erishing. Xudo xolasa. O'zi bundan keyingi rejalar qanaqa? Endi reja xudo xolasa o'sha Xorazm bozorida sekin-sekin progress boshlangan. Bu yoqda ham networking kuchli bo'lgan. Zo'r. Tanimaydigan odamlar tanishib boshlagan. Bu yil shu mini produktga start berish niyatidamiz. Xorazm bozorida nomer 1 bo'ling. Xudo xolasa. Bu yoqda o'zlari bilgan nomer 1lar bor. Endi analizlarim bo'yicha hali bozor bo'sh. O'zi eng anaqa narsami o'sha siz nomer 1 bo'lishga harakat qilmang. Eng o'sha men anaqam men o'zim harakat qilgan bu narsaga siz zo'r mutaxassis bo'ling bo'ldi. Ha o'sha. Nomer 1 ga zo'r bo'lsa o'zi boshqalar sizga nomer 1 deb aytishadi o'zi. Ha o'sha. Zo'r mutaxassis bo'lish. Meni maqsadim o'sha sifatsiz produkt berayotganlarga nisbatan men mana bunaqa narsa beringlar demoqchiman. Bo'ldi. Kurs qilishdan pul emas, boshqa emas, to'g'risi. Chunki juda ko'p bu yoqdagi bolalar yozadi. Produktlar sifatsizligidan. Misol kechqurun 1-2larda zoom qilishga rozi bolalar bor, чтобы produkt qidirib yuribdi. Pullari bor, sifatsiz produktlar juda ko'p. O'shalarni, чтобы oldini olish uchun menga o'xshab bular ham bilimli bo'lishga haqqi bor. Chunki hamma pul to'lab bilim olyapti. Lekin sifatli produkt yo'q. Zo'r, men ishlaringizga omad tilayman, xudo xolasa. Har doim aloqadamiz, o'sha aytganingizdek. O'zi mana oldingi shogirdlikda o'qigan bolalar bilan hammasi bilan doim aloqadamiz, networking juda ham kuchli. Dachalarga boramiz orada bir. Shunaqa. Aka ishlaringizga omad, charchamang, sog' bo'ling.